san'at, hayat, muhabbet. Hayat müşakkat. Hayat san'at, hayat, muhabbet. Hayat rahat, hayat müşakkat. Hayat kıyar, icran ve vısal. İşte ana yar bulsun ebed. Hayat kıyar, icran ve vısal. İşte ana yar bulsun ebed. Hayat kısmet, hayat saadet. Onu süyüp ütkin tabet. Onu süyüp ütkin tabet. Muşakkatle yolu kandı mı? Onu süyün çekmigin esret. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu süygin çekmegin esret. Hayat hikmet yar ana iller. Cemdir ana kıl kısmet. Hayat hikmet yar ana iller. Cemdir ana kıl kısmet. Kısmetlerin çakçaklarda gayrahet dahi muşakkat. Kısmetlerin çakçaklarda gayrahet dahi muşakkat. Hayat kısmet, hayat saadet. Onu süyüp ütkin tabet. Onu süyüp ütkin tabet. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu süygin çekmegin esret. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu süygin çekmegin esret. Ha, men. Vay, g'olib kammo. Biz ulguramabdiq. Egilishimizcha ular teqa bayli yo'lga chiqibdi. Ular bu qitim bir necha qizni aldab mengibdi. Qanday qilsak bo'la? Munozatlik o'rlog'iga telefon qilib o'tinglar. Men hozirli borman. Qachama baramiz ha? Shundaymi? Chaqariq maqsa xo'p. Hay qizlar, ishkirni bek go'zaldaydi, rost shundaqmidi ha? Ha, asmaylik bag'im kelib ketyapti. Qaysimizni? Kimdan bilmayman. Voy, mening o'xshaydi. Voy. Abla kam chaqirib qipti, qanday qilsam bo'ladi? Ey qizlar, yana mush narsalar qarayapsizlar. Yana ozroq maqsaqchi, u bir nimalarni sayramaydigan bo'ladi. Bo'ldi, aytibdi. Endi uning hojati qolmadi. Bular izlaylik, chaqa. Tez. Hayda. Hajam
taliyimiz keldi. Endi uyaga berib 3 ming maaş algan boldik. Shundoq qo'yib ketadigan boldik. Shundoq. Hajab yaxshi bo'ldi. Bir oyda 3 ming so'm olsak, bir yilda 36 ming so'm bo'ladi degan gap. 6 ming koyni qayshilsak, qag'iniga do'kon ochalaymiz degan gap. Shundoqmi? Men pul topsam, Yusuf tuzay satrashxonasidan birini ochay deyman. Bo'ladimi? Bo'ladi degan. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ldi. Biroq nima ketadigan boldik, ha? Hey, Ayşemgülma. Men Ayşemgül. Men shuncha topilsam, yana chandırıp qo'yganinglar nemisi? Sizlarning o'zinglarga odam tushibdi. Eliqi g'olib degan boshqa. Qatnashda sizlarni surishtirib yuriydi. Hozir nega yetib odinglar? Hozir biz cho'kda qoz qoldik. Emisi oldinglardagi o'tangni tushib qilib. Aptigrek birgaga yushurni elinglar. Yeninglarga men ayrim odam evatman. Emsi biz qizlarni qo'yib qo'yib mashinadan tushib ketamizmi? Hey, nima deyapsan? Sen o qizlarning har birining qancha pul ekanligini bilamsan? Necha vaqtdan beri sizlarni o'ynatayotgan pul osmondan tushmagan. Jangboyevchining oldidan olgan shuncha ko'p pulni xajlab o'g'li turdik. Agar biz o qizlarni qo'ldan chiqarib qo'ydigan bo'lsak, Jangboyevchiga nima deb javob beramiz? Hey! Sen gapni oz qilib, qizlarni tog' orasida yushirib tur. Hey! Nima? Aşıp kaptıqma. Hey. Aramızda hain bağışmamdı. Kimdi o? Hazır adamlarga ishonch qilmaydi deyman, Ayşem. Qanday gapandi bu? Hey, men qizlarday. Misojanda. Qizlar, ahvolda ozroq o'zgarish bo'ldi. Hozir xo'jayinimizdan telefon keldi. Guangzhouda ichildigan restoranning ichilish marosimi erta bo'ladi ekan. Shunga biz boldirib bormasak bo'lmaydi ekan. Biz budaqa bekatga tushib qilib, kashning aeroplanda mangsak bo'lmaydi ekan. Qandaq? Nima? Aeroplanda? Qandaq ishdi? Nima deydigansiz Ayşemada? Bu cho'lda aeroplan nima ish qilsin? Ha? Ha, rastlaysizlar. Bu cho'lda aeroplan stansiyasi yo'q. Lekin xotirjam bo'linglar, singillar. Oldimizda bizni saqlayotgan mashina bor. Shu mashina bilan biz ozroq mangsak bizni aerodromga olib qo'ydi. Xotirjam bo'linglar. Mana men ketdim, ha? Sho'bristam. To'xta. Bir şey çıkar biz. Ha, şunlar. Hoşamsa ha. Hadi kapatalım. Hoş. Bulanla. Hoş. Biz çıkarız aeroplan mı bakmamız? Ha, bulanla. Tez bulanla. Ustam, hoşamsa ha. Bulanla. Ha, şunlar. Ha, bulanla. Ha? Evet, şunlar işte. Bulanla değil mi? Tez bulanla. Ayakta. Maşına ayakta. Oshxona kirib saqlab turaylik, yuringlar. Oshxonama. Oshxonama. Degan so'g'aq. Qarab qo'yaylik. Ajab to'lab ketdi. Aynan bekmiz. Oshxona kirib choy ichib, ozroq isitma olaylik. Mashina hozirga keladi. Yaxshimisiz? Nima qilamiz? Biz bu yerda bir mashina saqlamoqchi edik. Uyingizga kirib birdam orom berib olaylik. Qani, kiringlar. Kiringlar qizlar. Kiringlar. Qani, og'ash o'tiringlar.
xotirjam bo'ling. Sizni avara qilgan kuchliq. Taqdirimiz emasmi? Voy, nima deganingiz bu? Bu degan yo'l istislardek o'tgan kechgalar Rahmat. kirib turdi. Rahmat sizga. Ilanglar qizlar. Chiq yanglar. O'xshagandan keyin, ha? Ay qizlar, bularning boshqa bir maqsadi bormi nima? Mening ko'nglim bir nimani sezyapti-jimi? Shuni deyman. Ular bizni bu yerga tushirib elib, yana tehi mashina keladi degani nemisi? Men chiqib ularning gapini bir anglab baqay. Astagfirullah, mashina kelmayotganini qara. Ayşe. Yasin kapı kızım verip bakalım ya. Ma kancıklarına kadar kız gelmez. Taşlap kaçaptık ya. Nimani tashlab qochsan? Ha? Qizil ko'channi olgansan, qechib nega bora olaysan? Qanday qilamiz emsa? Mana ma yo'l bor-ku, Gensoq borgan yo'l. Ishkirga kirib olsaqlar, ishimiz bitdi degan gap. Uning ustiga Yosinboyevachning ishkiri shunday qiynaltib olgan. Oo şu. Hey, Ankara Ayşe. Bu şu şalas kalmagan konu meşlerini Can Bayvetçi yaratma. Jonboyevachning shalasi bilan nima qari? Ularning chiroyi chetdagi o'qsil bo'lar ekan. Hey qizlar, ular bir nima deb maslahatlashyapti. Biz aldangan o'xshaymiz. Nima? Qanday qilamiz? Rasma, qanday qilamiz? O'zinglarni chiqqaninglar astroq. Biz qanday qilamiz? Olib turma. Qanday qilamiz? Nada qo'rqib ketyaptimi? O'zimizni tutib olaylik. Astroq. Kirib baqaylik. Bana. Qizlar, Çay içinglar, çay içinglar, çay. Talay soğuq, qo'singlarni obdan qo'yg'izinglar, ha? Ilinglar. Ayşe bada, rostozda aytding'a, siz zot bizni qanday qilmoqchi? Sizlar mening texi nima qilyapganimni bilmayapsizlar. Men sizlarni Gonjo'ga olib, rohat ko'rsatmoqchi. Jig'mavkam. Nima yig'laysizlar? Biz sizlarni deb az japa tatdiqmi? Çay içinglar çay. Sizlar zodi nima qilmoqchi? Jonboyevach degan zodi kim? Qizlar, anlab qo'yinglar. Ular bizni ishkirga turib satmoqchi. Nima deysa? Og'zingni yumush. Kim turib? Bo'lmaydi qolmasa, zuvaningni urib chiqib bana. Ko'rishdingmi meni? Ha? Ko'rishdingmi? Ha? Yuma og'zingni. Menga qitig'ini chiqarib bo'lmasa. Yig'lashma. Oyshem, chata. Yig'lashma. Kim turash? Og'zingni yumush. Bo'lmasa, jazo bitmay o'q. Kim turash? Bo'lmasa qarnimni cho'yib ketma. Yaxshimisiz? Bu yerga kelib qolsiz? Ha, bir yoqqa mangan. Bir kadrimizning oshqozoni og'rib qolib, to'g'ri ichkiza el desak qaynoq suv yo'q. Chon qaynoq suv bormikin deb kelibdi. Sizni shetirib turam. Men hozirlab chiqib beray. Kımırlama. Kim dur? Beni koşama. Anlaştın mı Mönşe? Bırakın.
Buram! İçidekiler Kur'an'ı topşırıp bu yak çıkışı. Olmasa ok çıkarmaz. Müşe deme. Yo'q ish bilan taslim bo'linglar. Bo'lmaydigan bo'lsa o'q chiqirmiz. Tez chiqinglar. Tez bu düşmansa. Mana. Müşe. Tez bulaş. Müşe. Kim tasmala? Qıpı. Ulan. Tez bulunglar tez. To'xta! To'xta! Bo'ldi. O ketaversin. Og'am shuni uzun qo'yib berib, beliqdan cho'ng'i tutaylik. Yuringlar. Qopsha, kira. Mana. Ha. Tez bula. İsming nima? Merhaba. Sen biladigan ahvollaringning hammani bizga tafsiliy so'zlab bergin. Bu sangimi, bizgami foydali? Men asli baxtli bir oilada cho'ng bo'lgan oq ko'ngil bir qiz edim. Hamma odam meni nihoyatda chiroyli bir qiz bo'pti deyishatdi. Apa, men maktab bo'yicha hammadan yuqori numar olgan tursam nima ishqa menga chaqiriq qog'oz kelmaydi? Sen bana jığlap bersen ben kimge jığlayma emdi? Meningmi bağmağa yerim demigen adamım kalmadı. Gezimizge kelgensan aram tötken. Onun hemmisini yolu bala ilgilep ketipti. Men Qasım tağanğa xat yezip ettim. O sen Ürümchiga bargandan keyin seni optan mekteplerge o'rinlashtirib qo'ydigan bo'ldi. Aka, merhaba bu yıl 16 yaşa kirdi. Hemmalı adam onu bekmi chiroyli qiz bo'pti devatıdı. Mektepte mi nahayet yaxshi o'qigandı. Özünün Ürümchilarga berib o'qig'isi bor edi. Biroq uningga kelganda soni yetmabdi. Shunga aka, o qizni sizga topshirsam, bir mektepte o'qitib qo'ysangiz bo'ladi. Senmo kündün künge ağırlıkçan bop gitip barsa, öy işlerime yetiş bulamayatsa. Bugün rahmetli amamның kızı Gülnisadan bir parça xat tapşırıp aldım qara. O nim depti? O biçare tulqağılı neçə yıl oldu. Ras. O xetide merhabadan mening xabar elishimni aytibdi. Şuna onu yandırıp ekiley deyman, qandaq? Oy, bek yaxshi bo'pti. Shunday qiling. Keldingmi bolam? He, he. Abba, bir-biringlarga qarab o'ltiribsizlar-ku tamoq etmay. Bolam, kichkina ta'xir qilib turg'in. Men poloni dimlab qo'ydim. Mana hozirla tayyor bo'ladi. Qachon pishidi o polora?
Bir piyola choy ishkash turg'ina hozirla tayyor bo'ladi. Qiziq kelsa, tomoqqa burniroq tutish qilmay, misillab. Apangning salomatligi toz yaxshi emas. Uningdan ahvol so'ramoqda yo'q. Uyga kira-kirmayli tomoq deysin ha. Bo'ldi qizim. Rasma? Nima? Apa? Ras mijozing yo'qmi apa? Og'rib qolmajimi apa? Bo'lmasa, men kim tomoq etib berdi? O'yinchi bola emas. Shu biroz charchab qolgandek qilaman bolam. Bundoq degina. Oy, heliqi qiz kelmasib ketdi-ku, ha? Ha, yirqi restoranda naqsh etadigan qiz namsan? Ha, shu. Qiziq kelsan. U qiz bolani restoranda naqsh etma desam, naqsh etman deydi. Shunga Tova. Restoranda naqshasi nim bo'pti endi bolam. Men qarasam, xeyli o'zini tutib olgan, axloqli qizdek qiladi bolam. Yeshimi 28 dan oshdi emasmi? voy, bo'ldi qil hajinim apa. Odam Bu hijib gapni qilib qilmasak bo'lmaydi bolam. Bizning yeshimizmi bir yerga berib qoldi. Endi bizningmi navri ko'gimiz bor bolam. voy, Doim shundoq deysan. bo'ldi qil apa. Odamni baxijil qilib degansan. Dava migina u gaplarni bo'ldi qil. Xo'sh opa. Xo'sh bolam. Xo'sh. 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 Xo'sh opa. Oy. Ha, mana. Kiranglar. Mana bu merhaba qiz. Kiring. Yaxshimisiz? Mana bu yoq Maryam edingiz. O'zingizni uydek, hargiz tortinmang. Keling. Yo'llarda herib charchabmi ketgansiz qizim, qani o'tiring. Qandaq? Opangiz tinchlikmi? Uy ichingiz tinchlikmi bolam, ha? Siz o'tirib turing, men choy damlab kiray, ha? Qani balam, choy iching, ha? Qani, chapallarınızı yeyishib, erkin ozoda o'tiring. Endi o'zingizning uyi bo'ldi. Ma'qul. Qani, tatliqlardan ag'ishib turing. Ilang. Bundan keyin endi biz bir oil kishilar bo'ldik. Siz bu uyda hargiz tatilmang, ha? Tatilmoqchimi bolam? Siz tatliqlarni yegash o'tiring. Men tamoq etib kiray, ha? Yaxshimisiz? Yaxshi.
Merhaba kızım. Mana bu Ekrem akınız. Ha, meşhur. Balam, bu hilqi Gülnisa Hadağının kızı. Merhaba. Ha, çay iç. Qani. Canım balam, hecapni sığındırdım. Uyay, mushundaq kichik velosipedmi bor ekan a? Ağaynimizin peyzavacıma Allah rahmet. Ağaylar, men bir ishga qiz gap qilay. Bu yumur pumur degan birdimi yo'qmi, ha? Vallah. Musaca ağaynimizden iş kişi yumurunu anlamaylı mı? Ha, qani ağaylar. Bizning mahallada shunda ushiq bir bola borda. Bir kuni u birisi bilan jidallashib qopdi. Jidallashib bo'lgandan keyin ikki tal tishimni urib tushiribding deb sochxonaga so'rab menibdi-da uni. Menga yo'liqib qoldi. Uning aslida ikki tal tishi yo'q-da. Meni ko'ribla aymanmasdilla holni aytib turdi. Musajodash, "Ma birni qo'yibla ikki tal tishimni tushiribdi" deydi. Men bilgandigin dedim-da uningga, "Ey adash, tumshug'ining ishimig'ini qaraganda qalbigini qarib urdimi-ya?" To'y qilganiga 5-6 oy bo'lgan bir ayol uyda o'tirib yo'lchiga debdi-da. Biz bundan keyin uchchan bo'ladigan bo'ldik. Desa, eri qo'shib ketib, ayolning qo'lini mahkam tutib olib, "Rahmat sana xotin. O'g'il farzand ata qilsidi" desa, u ayol erining qo'lini silkitibla, "Nima deydigandi bu? Ertadan boshlab opam uyga keladi" degidek. Qani qo'sha. Sorunimiz nayt yaxshi bo'lyapti-da. Unda bo'lsa, men sizlarga bir gapni deb beray, anglab qilinglar. Bizning dadangza Sahrodagi tuqqunining bir qizini akapti. U qizning chiroyliqligi ko'zining yig'in yeydi. Dahshat. Kızık yapılgan imi de. Özünün tukkunu köz taşlıkça bizgi berversen mandı. Özünün ma şehirde nakçı muhabbetin olgan dikene. Qo'yar alda chaqchig'ini. Alamma chiroyli adashi u qizni ko'rdigan bo'lsang, So'ringa og'ash kelgan bo'lsang, hammamiz ko'rpa emas. sen qo'ylasan. Qayrguylarning ichkirdi deb akamdan. Cho'qim ichin kirishdi, cho'qim. O'zim ashlaydim. Niqablap ekilensiye. Kızım, siz öyde bir neçe vaqt aram ep turing. Ben işinizga meng'otaman. Bir neçe aydan keyin sizning maktab ishingizmi hal bo'lib qola. Qanday dedim qizim? Ha? Bo'ladi. Oshxona uyini sizga bir ko'rsatib qo'yay. Ma u yerda qochquchi uyimiz. Mana majmuaning pastda bo'lsangiz ichiladi. Mayalarga qochquchi qo'yamiz. Mana ichidami shu, mana ichidami shu. Ma u gaz o'choq. Gaz o'choqni maya qilsangiz ichiladi. Maya qilsangiz etiladi. Mana bundaq. Ma u bustatqu. Qarang bolam, mana bassangiz to'ki yanadi. Mana. Mani bassangiz, busning hammani tortadi. Qarang bolam, mushlarni obdan o'rganmaylanchimi? Bo'liq turbuliq gaz emasmi bolam? O'ng'i bursangiz ichiladi. Buni eshitib bo'lgandan keyin etib qo'yishni hargiz unutqamoqchi bolam. Agar bir ish chiqib qolsa, buning oqibatiga hech qaysimiz ega bo'la olmaymiz. Boshqalarni ko'rsatib qo'yay. Bu to'nglatqu. Go'shtni o'zingiz xohlagancha ishlating. Nima tomoq yegingiz kelsa, shuni tushliq olsangiz bo'ladi. Bolam, endi o'zingizning uyi bo'ldi. Xohlagancha naskeraklar erkin ozod ishlating. Hargizmi tortinib qolmoqchimi bolam?
Mana men kelganimga 6 oydan eshibdi. Ana, men xatlarimda sana butunlay yolg'on so'zildim. Asim tag'am meni bir yerda o'qitayotgandek qilmaydi. U sana bergan va'dalarini unutib ketgandek qiladi. Men bu yerda turmushdan qiynalmagan bo'lsam-mu, men hozir bularning chaqirig'iga aylanib qoldim. Merhaba. Ha mana. Keling. Qizim, tog'ingiz komandirovkaga ketdi. Akram akangizning keladiganiga yana 2 kun bor. Salomatligim faqat yaxshi emas. Tunugun doktorga ko'rinsam, meni balnisda yatmasangiz faqat bo'lmaydi deydi. Şuna doktorxonada yetib, davolanadigan bo'ldim. Kunduzg'u meni yenimda bo'lasiz. Oqshom atisi yolg'iz qoladigan bo'ldingiz. Kechda yotganda cho'qim eshik derazlarni mahkam etib yeting. Gaz o'choqni ishlatganda bak diqqat qiling, jamo qizim. Ma'qul. Men bo'lgandan keyin ansirmisingiz bo'ladi. Men xotirjam. Amsa tayyorlik qilaylik bolam. Ma'qul. Nas keraklarni besiqtiraylik. Nagmamiz, ha? Beşim oldu. Uzanmışsın niye be? Bana be. Xeyli yaxshimi? Xeyli yaxshi. Qizim kashib ketdi. Sizni qaytib berib orom eling. Ma'qul amsa. Yaxshiroq damiling. Uyda men bo'lgandan keyin ansirmisingiz bo'ladi. Amsa men qaytay. Xo'sh. Shundan keyin sen qanday qilding? Shu kuni men o'lmoqchimi bo'ldim. Shu kuni men uyning derisidan sahrigan bo'lsam, bu dunyo bilan allaqachon xo'shlashgan bo'lardim. Lekin men unda qilmadim, o'lib olmadim. Biroq
Mening ruhim, arzu armanlarımның hammasi öldü. Şunun için bu yerga kelganmidin. Bu meni qismat. Şu gününün əhtisi mən heç bolmagandek səhər qopub doktorxanaga bardım. Endi mən başqa bir tanlash yolunu tapdım. Çünki mening vujudimdagi asldagi marhaba ölüb başqa bir marhaba törəlgan edi. Şu kuni mən doktorxanaga berib Maryam hadamga apam og'rib qapti, tez keling deb telefon qildi deb aldadim. Bo'pti, berib keling bolam. Ma'qul. Mal pulni yeningizga sap qo'ying. Az bo'lsa-mu yo'lda xarajat qilasiz. Eling bolam, eling. Berib opangizning ahvolini uqqandan keyin menga tezdan xabarni berib o'tingchi-mi? Bo'lmasa men xotirjam bo'lolmayman. Ma'qul, rahmat. Ma'qulamsa bolam. Ha. Bo'ladi. Shunda qilaylik. Qolgan gaplarni men borgandan keyin birimiz ishlaymiz. Ha, shunda bo'lsin. Maylil boraman. Ha? Qo'shamsan. Singlim, bu yerda turib qolibsiz-ku. Yurtqa mangmoqchi edim. Bekatni topolmayapman. Aka, qapilmay menga bekatni ko'rsatib qo'yasizmi? Ha. Men mo'sh yoqqa mangan. Ha, yuring, men sizni olib qo'yay. Aka, sizni olib qilamanmi? Hey, hech qisi yo'q. Men sizni yo'lga qo'yib qo'yay. Yuring. Hey, taksi! Yuring, singlim. Yuring. Qani chiqing. Qani. Ustam, to'xtang. Singlim, men tushib qarab boqay. Sizlarning yurtga boradigan mashina bormikin? Singlim, bugun sizlarning yurtga mangadigan mashina yo'q ekan. Bo'ldi. Aytmang, bugun sizni sabr o'ynatib, ayta o'zim olib yo'lga qo'yib qo'yay. Agar ketmay turib qolsangiz, obdanroq bir xizmatga o'rnashtirib qo'ysam bo'ladi. Tanışmay turib sizni olib qilsam qanday bo'lar? Hey, tanışmasak, tanışımız emasmi? Rast deysiz. Rast. Tushaylik. Tushing.
yürü. Yürü. Eleme. Çok çok çok. Hoşa. Bu işte zaten ben degende hakkımızdan zaten bulmaydı. Kanda günümde oldu mu? Ne oldu da? Kıram. Gelin ha. Kiran. Bah. Tomu çıktın o için ekilmen degen tıkaz. Ahire düğünümüzde kıpsıcıma sen ha? Yakın yukarı otur. Hani yukarı. Oturam. Ötün la. Ekrem abi. Vay vay. Bek saklık ettiniz cumalı gel. Kıram. Kale adaş. Hani. Mama soğuk kalkıp durdu ala. Kale. Tamam çıkayım sen adaş. Ha yak, çekmeyin. Dıştırıp koymaz mıyım anne? Aras, bu sanalımızdan ismi merhaba buludu. Ha, kene. Kene. İnanla. İnanla. Elma çok ha. İnanla. Ala adaş. Soğuk kaldım ama. İnanla. Ha, merhaba. Sizin tatlıma ilan. Eleme? İnanla. Kene ilanla. Kene, bir kadehtin götürüp eyle. Kene ilan. Merhaba. Kene ilan. İlana. Hoşça. İçi bitti ha. Qani. Yaraydı. İşin bulmaydı. İçine. Kene içine. Of kavuy, içine. Üzümünün suyu bu. İçine. Götürüydün. Hoşça. Yaxşı. Endi yaxşı. Yaraydı. Hay, to'xtanglar, men sizlarga bir tegishmoqda ya. Osmonga chiqsa kaltiki va yerga tushsa obro'y va u nima? Tepa qilyapti qani. Oy, nima bo'ldi bu? Tam. Soğuk kom. Ya, xato bo'lib qoldi. Amisi nima? Bo'ldi, o'zingizni daveting ha. Ma'qul, o'zim dayda ya, u degan da'voz. Davaz kelimesi mi bu? Yamanlık ne? Merhaba, kupuna. Tushib qolay dedi kupun. Yuyinib elang. Bu qaya? Men bu yerda nima qilaman? Akşam tatlık yaptırğanızda unutub qalmağansınız. Kupuna. To'la odamni sasqamağa. Akşam qishloq faqat esimda yo'q. Sizlar menga aroqni jiqishga zaytibsizlar. Men mush vaqtcha aroq ichib boqmagan. Sizmi yaxshi odam emaskansiz? Aras, mening ish kerak bordigan ishim chiqib qoldi. Men kelguncha siz akşam qizlar bilan turib turing. Akşam siz hammani deb berdingiz. Sizning yurt ketish maqsadingiz yo'q ekan.
bağırı Mağlaşım haber yetkende ana Mağlaşım haber yetkende ana Basalmay kaldım ben üzerine şu çam Kıvrım eşiğini ekkende ana Basalmay kaldım ben Yasinboyevachchi meni muqaddaslarning yeniga apirib qo'ydi. Shuningdan keyin Yasinboyevachchi bir ikki qaytim izlab qo'yibla yo'qotib ketdi. Men muqaddaslarning uyining bir a'zosiga aylandim. Muqaddas bilan xuddi do'stlikli bo'lib qoldik. Men kunlarning o'tishi bilan o'zgarib boshqacha bir odamga aylanib qoldim. Ular bizni ishkiri o'lkadagi dangliq bir shaharda yuqori maosh oladigan xizmatga o'rinlashtiramiz deb ipmangan edi. Asli ular bizni siytvatmoqchi ekan-to'q. Sizlar qutqizolmagan bo'lsanglar, bizni yana qanday qismatlar kutolarkin-ta? Agar sizlar bizga moslasanglar, biz sizlarga yangi hayot, yangi chiqish yo'l deb beramiz. Qonun sizlarni qo'daydi.
muhabbet. Hayat, hayat müşakkat. Hayat senet, hayat muhabbet. Hayat rahat, hayat müşakkat. Hayat kıyar, icran ve vısal. Vicdan ana yar bulsun ebed. Hayat kıyar, icran ve vısal. Vicdan ana yar bulsun ebed. Hayat kısmet, hayat saadet. Onu suyup ötkin tabet. Onu suyup ötkin tabet. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu suyun çekmegin esret. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu suyun çekmegin esret. Hayat hikmet yar ana öller. Cemdir ana kılmı kıl kısmet. Hayat hikmet yar ana öller. Cemdir ana kılmı kıl kısmet. Kısmetlerin çakçaklarda gayrahet gali muşakkat. Kısmetlerin çakçaklarda gayrahet gali muşakkat. Hayat kısmet, hayat saadet. Bunu suyup ötkin tabet. Bunu suyup ötkin tabet. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu suyun çekmegin esret. Muşakkatke yolu kandı mı? Onu suyun çekmegin esret. Elimi yaxshi aysan tutilmabdi. Oyshem tutilib qolgan bilan ishonchlik oyoq. Uning og'zidan jon chiqsa chiqadiki, hargiz gap chiqmaydi. Xotirjam bo'ling, Jaboyevcha. Bu qatim shunda xo'p qoldi. Biz qachon bir sizning pulingizni bekor xarjlab olgan. Qarab turing, sizga taqdir tegmagan, chiligi puraydiganlarni avatib beraman. Estağfurullah. Neyini ketkendi o? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz, keling. Nima ish bo'ldi? Oldirmay o'ltiribsizlar. Qani o'tiring. Mening balam maktab ketgandi. Shu ketgunicha qaytib kelmadi. Uydan xafa bo'lgan ahvollar bormi? Yo'q. Sizlardan ranjigan yoki so'qishib qolgan ahvollar bormi? Yo'q, undaq ish yo'q. O'zi bir yak borman deganmidi? Maktabga boraman degan, boshqa gap demagan. Amsa balangizning ahvolini oldirmay so'zlab bering. Biz xotirlab olaylik. Balangiz bu yil qancha yoshda? Taqdir qandaq? Mushularni aniq deb bering, bo'lamda? Yezing. Balamning yuzi tugilak,
ak yüz, uç sığa, köhrenglik tenterbiye kiyimi kiygen. Tutuda qara ayak, tünegin çıkıp ketkenince. Qaytib kelmedi, boyunun egizligi 1 metr 20 santimetr etrafında. Bo'ladi. Amsi biz tezdan harakatlanib, bolangizni cho'qim tiyib beramiz. Ma'qul. Xotirjam bo'ling. Ma'qul. Sizlardan o'tnib qolay, bolamni tezroq tepib beringlar, bo'lamdi. Bo'ladi, xotirjam bo'ling. Biz cho'qim topamiz. Rahmat sizlarga. Bolamni tezroq tepib beringlar, tezroq. Rahmat. Rahmat sizlarga. Isming nima? Lale, qancha yoshga kirding? Bu yil 3-oyda 17 yoshga kirib oshdi. O'zing biladigan ahvollarni bizga qisqacha so'zlab bergin. Bu sangimi, bizgami foydali? Agar opam bilan dadam ajrashib ketmagan bo'lsa, mana bundan sarson sargardon bo'lib shirmagan bo'lardim. Bizning uyimiz shimoldagi asha go'zal shaharda edi. Turmushimiz ancha boyashab bo'lmasimi? Xotirjam, inoq yashaydik. İşki akam, men maktabda o'qiydik. Opam kinoxonaning oldida o'pka yesib sotadi. Dadam olma sotadigan baqqol edi. Bu ikisidan aralashtirib 2 kilo bering ha. Mana ikkisini demsiz? Ha. Hazırlıktan kaptı. Hemen ha. Gelip geldi. Nechilik oldu? 8 ko'yluk oldu. Voy, nimancha qimmat. Bizga qiladigan foydasi ozdan ha. Ha, bo'pti, bo'pti. Chegara iqs ichilgandan keyin uyaga berib tijorat qildi xolla. Ko'payib ketdi. Dadam ba'zi oxirlarni chegara iqsiga berib boy bo'lib ketib qolganligini ko'rib, bir obdan baqqallikni tashlab chegara iqsiga chiqib ketdi. Demsim o chegara iqslarda kuniga men ko'ylab topqil bo'ladi. Qandaroq ahvoling adash? Voy, qana adash, ne chiqma. Qancha shahar kirib ketamsan ya? Adash, kirib kelsagan ahd chiqdigan ishga degina. Bugun qulayimlar kelmoqchi. Shular bilan bir restoranda tepib, tong'atqichi bir. Futbol tamomda. Ha? Ha, bo'ldigan gapga. Jura bo'ldi. Rahmat. Kelgan qadiminglarga rahmat. Bugun birovdan chiqibsizlar. Chiqqininglarga yarasha dasturxonim o'rgilib qolgan bo'lsa-mu, ko'p tavop qilib o'tirasizlar. Men bu og'inamni tanishtirib qo'yay. Bu og'inamning ismi Qahar. Uning puli ko'p bo'lgani bilan pulni do'st tutmaydi. Hey, sen maşirvatdan. Qizlarning ko'zi bo'lgan ekan, bunda qarab o'zi bile. Haras, sizlarga tanishtirib qo'yishni unutib qolibman. Bu do'stimning ismi Roshan. Bu yerga birinchi qatim chiqishi. O'ptaroq nima qilib qo'yasizlar, ha? Chatoq yo'q, qo'lim ko'ksimda. Keling ak. Gülayim, siz nimancha mulayim, yuragim kuydi doim. Hey! Bizning odamning tozi peyzi bojimi? Rahmat. Qara. Nechun var? Che, men ishchamayman. Vay, qilmaydi. ishchamaydigan nimasi bor? O'zini qilmaydi. Ha, shundaymi? Ishon. Qana. Mana. Ha, qara. Xo'sh, xo'sh.
Ya bana azraq qo'y. Bilayi, nishayda bir qo'ng'ir qimbatdi. Yeningizga esib qo'ymasam, sizni topamaydigan o'xshayman. Qani, ilinga. Ha, qani. Sizga bo'lgan ko'nglim bu. Meni o'zingizga bog'lab oladigan shunday qilibsiz-da, yomonligini bu Shundoqman odamning. Chaqirsangiz jinim bilan kelaman. Voy, mushi yadringizni deyman-da. Rahmat, qara, menga chiroyli. Ha, qani, ilinga. Men bir usul o'ynab beraymi sizlarga, ha? Ha, qani. Bir o'ynab beray, ha? Oy! Mana ha. Sizning odamning qilib tezvojimi? Ha, seni kelinga bir tans o'ynab qo'yaylik, ha? Oynamda qo'pa. Ha, kelinga. Ha. Qani. Bular bir chiroyli tanzini otidi qarab. Ikkimiz bu o'ynab boqaylikmi yo? Ha? Ben öğütüm emas bak. Ha, kila. Deyman. Bilib olsizlar. Mana bir obda o'ynayapsiz bak. Dadam aşı Gülayim degan ayoli bilan tepishib olgandan keyin burungi egri besiq rasman qiyofatini o'zgartdi. Dadam hadisli uyga kirib opam bilan so'qishatdi. Turib-turibla chidimizdan xetingni ol deb vaqiradigan bo'lib oldi. İşte nazın seppäsanız jüyteymikin. Odamni yalang'ochlab nima qilmoqchisan? Qo'li ko'zim kirib olmay ishini qilaman. Haftada bir qitim uyga kelibmi, nimandaq chiroyingiz echilmaydi sizning? Er-xotinlik mehr-muhabbat degan bormi yo'qmi bu uyda? Har xotinlik mehr-muhabbatdan gap ichib qolsan-ku. Uyda men yo'q, asrab ketgan o'xshamamsa, xetingni qo'lingga tutqizib qo'ya, xoligan bersak tegib olaman. To'la og'zimni ochmay, peshoningizni silib etib gap qiling. Sizning qilib yurgan ishingizni men bilmaydi demsiz? Ha. Bilibsa, qanday qila olaysan? Ha? Öydeki üç balını oylamay koçuk öydeki aşı buzuk bilen yursunuz. Yapqımısan bolam temse. Benim nurg'un gaplarni ichimga selibettim. Üç balının yüzünü qilib kelyapti men. Endi mening ochilg'ichiligim qolmadi. Hali Gülayim degan buzuk bilan qilib yurgan ishingizni meni bilmaydi demsiz? Bilgandiga yo'lini topmamsa, meni senda xotindan jaq to'ydim. Şu ishdan keyin uyimiz jidal qurimadi. Dadam hadis mahsub kelib opam bilan urishyapti. Opam chidab turamay oxir ajrashib ketdi. Aslida uning maqsadi boshqa ekan. Ko'p o'tmayla alga choymi bermay, laqi Gülayim degan narsani uyga akirib oldi. Shuningdan keyin mening kunlarim tasda o'tadigan bo'ldi. Gülayim hadis menga o'ng ta'sir tegib, aram bermaydigan bo'ldi. Dadam uning gapidan faqatla chiqmaydi. Gülayimning maqsadi meni uydan yo'qotish edi. Lale? Lale? Meni chaqirdingizmi? Mening kirlarimni yuvib qo'ydingmi? Yuvib dazmollab ishqab qisib qo'ydim hada. Amsa paypoqlarimni ochib pakkiz yuvatgin. Ma'qul. Mojib tashlab qo'yma yana. Odamning ko'zini bo'yab. Pakkizroq yuvatgin. Pakkiz yuvitay dedim-ku, to'la gap qilavermang hada. Oy! Tau Nazır xanım, mening gapim xo'sh yoqmagan bo'lsa,
Aa bu 3 çay qiyrin purab turdigan, opaqni qichqi yo'qolgin ha? Vay apa, bugün oqa joyda o'xshamdi, ha? Tunagina yaqin Apa, men bog'u. Bir og'inamning tug'ilgan kuni o'tgan, kishigirak to'rtdan birini aklaydigan, shuni 50 koy pul kamlab qolganda 50 koy berib turgan apa, akla. Voy bolam tek o'lishganda 50 koy vergandim-ku. Voy, apa, u 50 koy pulga nimaga yetadi deyman, sen ko'ni gapni qilmay, hozir kimni qila, akla apa. O, apa, pulni chiqib ketdi. Odam niyatiga bo'zaq qilma qara. Ufqan ishimizni jonboq qilib qo'yjimi? Bu yerda pulni oson tepib atmaymiz biz. Voy, sen bizni opamiz o'g'adiga albatta boqsanda, jinim apa. Men dikti berib kelyapman, ha? Aka, bizni nimonda bo'zaq qilsa, opam ishimiz pulni oson tepib atamdiq. Shumtak, sen kichik o'g'andiki men cho'nlarning ishiga aralashma, ishini qila. Yili bir bir nuqib imkon uchuratmay. Menga va shum, menga ishi qila. Aka, pulni opamga qaytirib ber. Kichik o'g'andiki cho'nlarning ishiga aralashma deb menga va. Beramsan, bermamsan? Bosh shunni. Qo'yib deyman. Yaxshi berdim ama. Ben size bilin. Qasım. Ha? Hatta ürümçi bir kilaylıcı. Ben sana bu turmanızdan pek seyrettim. Hozir bozordagi ishim toz yurishyotibdi, ha. Bozordagi ishlarimni bir taraf qilib o'tib, kelar haftalardan berib kelaylik. Qanaqa? Boza deb ölüp vermen yana. Ben sana bu turmanızı qamilimen deb tegmigen. Voy, xapo, menga jenam, kelar hafta cho'qim opirma dedim-ku. Keling, ha, xapo, voy. Qandaklaringizni bitirmay. Ha? Bu sağlıqınızı acaba yo'qotmadingiz? Yo amadi bu olbastini. Voy. Nima da'vatsiz? Hamda 15 yoshdan oshgan qizni. Voy. Bu sağlıqınızla yeshini yoshirib, seg'ib ichamdingiz. Kichikmish deg'i. Qasım, o'zingizni qarshi yop-yashil turibsiz jinim. Do'stlarim, bu bir nimangizni ko'rsa, o'zing bilan tan qizi bor, qiyri birsiga tegib deb mazoq qiladi ekan shu. Choyga boradigan vaqt to'shib qopti. Qo'poq menga. Rost. Mana hazırlamanda. Sizlar oshiyat saqlab tursanlar bo'ladi-ku. Ma'qul, xo'sh. Guloyim tezroq bo'ling. Sho'pir bizni saqlab qoldi. Chaqqan bo'ling. Dada, sizlar Ürümchida necha kun turib qolasizlar deyman. Menga ozroq pul tashlab ketsanglar bo'pti-kan. Sizlarga xarajat qilay. Ha, men qilsam. Ekile, biz yo'lga chiqimiz deb olsak, yo'lliq tutmaydi, pul so'rayotganmi? Sizlar mushundaq ayol va bolalarni aldab setayotgan qanchalik bo'ldi? Sizlarning boshliqlar zoti kim? Sen bizning siyosatimizni bilasan. Ixro qilganlarga kamchilik. Agar sen shaykillaringni tutishda bizga yaqinda yordamlashsang, xizmat ko'rsatsang, jinoyatni yana kiritib chora ko'rishimiz mumkin. Gapimni anglatamsan? Anladim. Unda qo's bizga moslashishni xohlamsan. Xohlayman. Qanchalik to'g'rab beray? Tütünden birini, yerimden birini verin. Gülayim bilan dadam Ürümchidan qaytib kelgandan keyin Gülayim menga faqatla oromlik bermadi. U hadis meni qo'pol silkishlaydigan sattilaydigan bo'lib oldi. Voy, Qasımma, qachon qaytib kelasiz? Erta?
Birazını tepib olmagansız, müşkillerde uyga vaqtida qaytmaydigan bo'ldingiz jimi? Endi at yo'limiz qarayman dedim. Vay, kit buldingizmi? Ha, ketyaptım sizning qishimga. Qosimmi? U kelmaydigan bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Lolakmi? U opasining qishiga ketdi. Kit bo'ldingizmi? Furab tursiz, ha? Yo'lingizga bir qarab ketdim, tezroq bo'ling. Bah. Nimandaq chiroyli qilib ketganda ama bu. Men mushkunni kutayotgani uzun bo'ldi juma. Nelarda yurib buncha unacha qichib olgansiz? Ekran chaponni silama. Keling, bu yerda o'tiring. Ostroq. Akila, Voy, nimanchalar chiqib olgansiz? Nima ishkandingiz? sen bilan ko'rishamay shunday. Astagfirullah, tezroq bo'ling. Tez. Bo'ling. Tez. Bo'ldi, oyoqni kiymang. Bo'ling. Tez. Qanday qilaman? Astagfirullah. Lola! Astagfirullah. Bo'pti bolam, har kim qilsa o'ziga qiladi. Ikki balni boqqan yerda seni ham qo'shib boqqalayman. Keldingizmi jinim? Ha. Sizni keldi deb, siz amriq cho'chir etib qo'ygandim. Ha, obdan qilsiz. Voy, Lola qani? Rost, Ha, nima bo'ldi? siz uni kichik deb buyishga bo'lab qo'yg'ili tasliq qilasiz. U kichik ulamdi, eshikning oldiga oshxonaga chiqib, tomoq yeb kirib, yarim soat hayol bo'lguncha sizdinmi cho'ng shopirpirsini uyga akiribdi. Siz kichik bo'lgandan keyin unda qilmang desam, menga qorchaplig'isi bor degi uning. Qiz bola degan bu boqadigan nima emas. Yuzimni yaqib bo'ldi-da u qanchoq. Ha, qani kelinglar. Alomat o'pkes juma bu. Pah. Bugun ovqat yaxshi o'xshamandi, opa. Necha kun yaqin nelar yurding? Bir ish ovqat qilyapsan ya. Voy, opa, men qo'lda dasmi yo'misa ovqatni nimaga qiladi? Bo'ldi, to'liq yaqmay o'pkasini bir qash to'g'rig'ina. Qo'saq ichib ketdi. Ha, bular. Ha, qani kelinglar, o'pkes buyanglar. Bo'ldi, opa. Oshqi shekillar uyga ketaman. Uyda so'ng bor. Nima? Bu yerni nima deb gapdi? Bu bizning kunimiz osondek. Bizning jinimizda aron jon etib ketyapsa, uni sot dadamga buyurib bergandan keyin shu yerda jinini jazasi bo'lmam deganda, unda bu yer keladi. Ben ketdim hamsa. Qandoq degan? Tijorat qilman deb 2000 ko'ydan ortiq pulni yo'q qilyapti. Ya'ni dasmini gapini qildi bu. Pah, mani kirishib ketganni.
Kela aka, nega vadan ko'rinmaysan g'o? Sen meni kichik opam etding, ne görüşü bilen nimi karıyam? Ha? Ya nimi şuqatsı boyda? Ko'madingmi? Kirjiyapman g'o. Statlığı ne buna? Hey, dadağını yoğun, ayva saraylarda kırığını yiyip otanmay. Bu öyde nimba deymi sana? Aka, odamga nim deb o'ng ta'tir tegaversan deyman. Opamlarni g'o oz qaqshatmoqsan. Meni bu uydan qo'g'laydigan nima haqqing bor sening? Bunu sen berip sottan sonra. Sot bağı, sen al dadamı buyurgan. Dadam yeni verip durmapsa. Koçada nemi çıkıp yürügünüğünü kim bilmeydi o? Ha? Men nim qiptiman? Gülayım apanço, bana hemmeni dep verdi. Beni bilmey kaldım ekendi mi ha? Aka, sen nima gaplarni deb so'raysan? Çık deganki çıqa. Çıqa! To'la bizga eg'iringni sama, bildingmi? Apam yag'in yiqilamda, sana diyemigen bilen manga dedi. Yo'qlama. Nima? Opam shundoq dedimi? Ha? Yo'qol! Aslida sizlarga eg'ir kelib qopti ekanman-da. Bu uydan yo'qolsam, yo'qolay. Koşa. Birinchiga opirib o'ynab qolganlaringiz bek yaxshi ekan. Xudo yana opirongchimi jinim? Bitkede tasarı else bilmem ne diye toza. Hem de onu Yaxşı oynadık bu bırak apri deymikin. Bo'ldi, shundoq qilishimiz kerak edi. Şundaqlımız qoq asma. Hey Qosim. Qosim deyapman. Estağfurullah. Nime geldi bu? Kılgan etkenlerin yetmegende gene peyda olsan o. Senin destanda cidel kurmay ketdi o boyda. Dada, men nima qildim? Siz nima deyapsiz? Yani nima qildim deysan o. Bugün boyda mehmon bak apanınki ketib tamam. Ha? Etkema. Et son dediğin. Mama. Ağladaki güzel gülleri Işığın soğuksa yürek çıdandır Muhabbetli hayat bir gıda Vay Kuyunsa yürek çıdandır
hayat bir davay Uyunsa şirek çıdandı Kızla söyle bulgaçta Yaşlap durar bu güzel dünya Buluk sen mihribanlıkni Sen bulmasan kuruydu derya Buluk sen mihribanlıkni Sen bulmasan kuruydu derya Kadrleyli kızlarımızı Kızlarının tökülmesin yaş Kızlar bulgaç külüp ay çolpan Seherlerde çaklaydı koyaş Seherlerde çaklaydı koyaş Bugün naq bir yerim bolup chiqdim ajima araq degan akam qarag'a ko'tirdik ya. Bir yerim potlikini gepini qilsang qava. Mana men baq ikki potlik ishdim ava. Yana bo'lsa yana ishlatdim. Ne deydim ava? Qara, men bir Voy. qiz chaqtirdik ha. Nima deydim ava? Ba'zi oqish qashlarga qar yaqandimi uxlamaydi. Sen merto ha, men boshqa ko'rdim. Bu meni. Yo'q. Odam qolma. Şuatsa, hadi! Sağlayam. Bu yerim kecha olganda bu yer turib qapsiz qol. Bardiga yeringiz yo'qmidi? Vaqtni bir yerga berib qapti. Yuring. Men sizni olib qo'yay. Yuring. Mashinaga chiqaylik. Ha, chiqing. Shunday qilib, ishkilikchakning qo'lidan Bakrakam qutuldirib oldi. Bakrakam bo'lmagan bo'lsa, qanday qilar edi? Bakrakam meni yotoqqa o'rlashtirib qo'yib qaytib ketdi. Lekin men ertasi yana ko'chada qoldim. Qahva hollarda, tans hollarda sarsam pishirdim. U yerdami? Can bakamman. Oxiri aldamchilik qilishga boshladi.
tezroq mangaylik, kechikib qolmaylik yana. Shu otizmning changlig'i. Hada. Ha? Voy, Bir mana. shpamiti? Kechikimiz deyman. Qisam bo'lami? Nima gap? Men esidan kelgandim. Opam doktorxonada yetib qolgandi. Qandaq ish bo'lsa qilatdim. Ha, voy bo'ldi, mana kechikimiz. Voy, to'xtab turing. Bizning bo'limdagi Aminam uyga bola boqquchi qiz izlayotdi. Shuningga deb boqay. Bola boqa olamsiz? Har qanday ish bo'lsa qilaman. Bechara qiz, muzlab ketganingizni qarang. Men qo'sqingizni ichib ketganda, avval uyga kirib, qo'sqingizni to'yg'izib olgandan keyin qolgan gaplarni shu chog'da qilishaylik, ha? Hayat sen hayat muhabbet. Qenifkam, çay içcang. Qo'sqingizni obdan to'yg'izib, uyda juyunib, obdan aram yeb turing. Yot odamlarni hargiz uyga kirgizmoqchimi, ukam? Qo'sqingiz to'yg'ichi yang. Hargiz tatinmang, ha? İdaramizning tuzumi bahching bo'lib ketdi. Biz idoraga berib kelaylik. Qolgan gaplarni kelgan qilishaylik. Ma'qul hada. Hayat kıyar, icran ve vısal. İşte ana yar bulsun ebe. Hayat kıyar, icran ve vısal. İşte ana yar bulsun ebe. Hayat kısmet, hayat saadet. Oy, abla, saatim bilan bilaysiz kimni munchit unutib qoptiman emasmi? Ha, ilm ol buni. Bilib olay. Oy, 5 soatda darsim batdi. Kechikib qolmay yana. Bo'ldimi? Senmi tanımaydigan odamni uyga qo'yib qo'yib. Voy bu, shu mehizlik qilmang, ha? Undan qilmaydiganda. Yolu kandı mı? Yeseyin çekmegin esre. Muşakkatke yolu kandı mı? Yeseyin çekmegin esre. Amina, o'tganda siz menga bir bola boqquchi qiz kerak degandingiz. Bizning uyga yezdan bir qiz kelgandi. Ishlatib ko'rib boqamsiz. Oy, hajab yaxshi bo'pti. Men mush ishga bolamni o'rinlashtiramay, hili u yoqqa birman, hili bu yoqqa birman, bek qiynalib ketgandim. Bugun 5 soatlik darsga berib ekib olay. Rahmat sizga juma. Kıl kısmet. Hayat hikmet yar ana millet. Cemdir ana kıl kısmet. Kısmetlerin çakçaklarda gayrahet dahi muşakkat. Kısmetlerin çakçaklarda Bek yaxshi bo'ldi juma. Qanday qilaman deb ansirab juratdim. Men Yaxshi baxtli dars qatdingiz. Sizning muhayyizingizni yengillaydigan bo'ldi. Yaxshi bo'ldi. Rahmat sizga. Emas hozir seni qo'yib beramiz. Deyishkinimiz bo'yicha bizga moslashsang, sana kamchilik bor. Kech qutulaman deb ham qiyil qilma. Bo'ladi. Men sizlarga cho'qimasishim. Emas mashindan tushib, telefon qil. Muşakkatke yolu kandı mı? Sevgin çekmegin esre. Qani, kiring. Bo'ldi, inshaalloh. Voy, qani u qiz. Ha? Ne ketgandi? Çekmegin esre. Qarab boqaylik.
Şunun bilan uydagi bilezikni 3000 koy naq pulni elib Urumchiga keldim. Urumchida muqaddaslarga uchrab qoldim. Shuningdek keyin men muqaddas marhabalar bilan pul bolaning ko'nglini ichib jon beqib surgan edim. Bu qatim Yosinboyvachilar ishkirga olib yuqori maoshli xizmatga o'rlashtiramiz desa, biz endi chiqish yo'li topadigan bo'ldik deb o'ylab tikanmiz. Aslida bizni ishkirga olib setib etmoqchi ekan. Bu qatim aldangan uchinglarning sarguzashtinglar asosan o'xshab ketdi ekan. Eng cho'nglarmi 22 yoshgansizlar. Biz yuqori rahbarlik bilan maslahatlashib sizlarga muvofiq chiqish yo'li topib beramiz. Bay, ba, to'xtab turing. Boyvachcha, sizniki. Bey. Ha. Bay, men Oyshem. Ha, sizne qo'lga tushib qoldi degandiku. Boyvachcha, yaxshi turib-o'tamsiz. Men ming bir japat qechib chiqdim. Siz tog'da o'xshamamsiz. Siz qayerda? Onda bo'lsa, siz shahar sirtidagi yog'och savatini bilasizku. Ha, shu yerda turib turing. Men oldingizga mashina avatiman. Ha? Çatak! Voy, tilingni chaynama, gachchini gap qilgina. Soqchi mashinasi keldi. Nima? Soqchi mashinasi? Qaysi shu? Mushu. Chiqinchak. Kimdi o? Men. Ayşemken. Ha, Ayşemken. Ay kirime. Hadi bak! Git o! Gidelim bak! Yavaş bak! Yavaş bak! Ha! 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 Yavaş bak! Benim kızımla köge adam bağımdı. Benim nevremli kögenle bağımı. Kalayık. Benim nevremli kögenle bağımı. Benim nevremli kögenle bağımı. Kalayık. Biçarım nevrem neler yürüydü kandı. Kalayık. Benim nevremli kögenle bağımı. Bana bak. Bana bak körpe kısıla. Benim nevremli kögenle bağımı. Benim nevrem. Nevrem neler yürüydü kandı. Nevremi kökenle bağma. Nevrem neler yürüydü kandı. Kalayım nevremi kökenle bağma. Nevremi kökenle bağmadı. Nevremi kökenle bağmadı. Sıra gözlümü. Maresini bana. Sıra nevremi gözlümü. Ekrana gör bakayım. Oğuldan ikisi var yine. Kızın tötü var. Ulan aran kolu uçalım digine. Vallahi nima qilsan? Qiziq ekansan. Nima qilatdi? Jaboyvachga olib beramiz.
Hey, sana uyu qaysi? Müşşü. Avma? He. Yürü. Şunda arkadaş. Yasin Bayvetçi'ye 10 yaşından 12 yaşkışı boğan balla gerekken. Kıvırlaşma! Kıvırlaşma! Sen git dur! Ben. Yavaş ol deme. Hopa! Ma. Ma. Vallahi qayerda? Makocu'da. Qanchınchi qoro? 5. kola. Qoroning qayerda? Kolanın içinde bir yer astığı var. Şu yere. Darvozadan kirganda qaysi tarafda? 10 tarafta. Qo'rqmanglar. Biz sizlarni qutqizib keldik. İsminiz nima? Rana, Ra'no. Necha yosh kirdingiz? 16 yoshqa. 16. Uyingiz nerede? Do'ngmallida. Dadangizning ismi nima? Abdug'ofur. Ahvolni da. Men maktabdan qaytayotdim. Tuyuqsizda bir taksi yeniga kelib to'xtadi. Taksidan bir ayol tushib, Abdurshidxonning uyini bilamsiz deb so'radi. Men ularga bilaman desam, bizni xafa bo'lmay uning uyiga boshlab borsangiz ekan dedi. Men mashinaga chiqqanimda deb bilaman. Bo'ldi, singlim, yig'lama. Ota-onangiz sizni baksi qildi. Ular hozir uyda sizni taqozolik bilan kutyapti. Biz hozir sizni uyingizga olib qo'yamiz. Juring.
Vah. Bo'ldi, yig'lama. Bo'ldi, ko'nglingizni yerim qilma. Rahmat sizlarga. Hech kishi yo'q, bu bizning qilishga tegishli ishimiz.